hurmatli obunachilar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Shuni o'ta obuna bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa biz yangiliklarni qo'yishdan to'xtamaymiz. Yangiliklarimiz chiqqan, qo'yishlaringiz uchun вообще bomba narsalar chiqqan. Qo'qon shahrida bilasizlar. Qo'qon shahrida ko'pchilik so'rayapti, qayerga ekan. Qo'qon shahri Dang'aradan shunday kirib kelishingizni yo'nalishda. Mana qarang, shu oldinlarni qarang, jitkisli, atoni diskal, вообще bomba saka diskalarni qarang mana. Shuni qarang, вообще bomba yaltirlab bir tonnalilarimizni Bodo kompaniyasi juda ham katta chegirma qo'ydi. Bir tonnali motorollarimiz vodiy ichida dastavkalar bilan $1100. Bunaqasi hali hech qanaqa chegirma hech kim qilolmagan. Moshinachalarimiz ham vodiy ichida dastavkalari bilan $2100. Buni qarang, bu videolarga layklar bosib qo'ying. Ko'pchilik so'rayapti, rekka bormidi? Rekkaning zo'ri bo'lgan emas. Shuni qarang, yosh katta otaxona hollarga juda ma'qullar bu bomba var. Shuni videoga yoqqansa like bosib JP motorollar shuni ko'rsatib qo'yadi. Hamma kutgan JP'miz keldi. Qo'l kabinasi ham bor, kabinkaligi ham bor. Motorollar JP'larga aksiya narxida qo'yib yubordim. $1300 sotilgan JP motorollarimizni $1150 qilib yubordik. 1 tonnalik. 400 kilolik ko'rsatib, 400 kiloliklarimizni $800 sotilganlarni $750 qilib yubordim. Bunaqasini menimcha uchinchi kompaniya qilolmaydi. Faqat Bodo. Bodoni ko'rib, ma'badisini qarang, lokatsiyasi shunday shahar ichidan kirib kelisizda, shuni Marvaridda oldida. Videomizga like bosib, bak ko'raverasizlar.